Assalomu alaykum. FC Mobile 25 ishqibozlarni barchani O'zbekiston Jahon chempionatiga chiqqanligi bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Biz tarix yozdik, do'stlar. Necha yillik mashaqqatlardan so'ng oxirgi bir qadam yetmay qolgandan so'ng va nihoyat biz Jahon chempionatiga chiqdik. Biz buni uddaladik, do'stlar. Va bugun bu munosabat bilan Open Pack va biz ajoyib va bizda TOTS tugayapti, do'stlar. TOTS tugayamoqda, afsuski bizga ajoyib o'yinchilar tuhfayapti va biz bundan foydalanishimiz kerak. Bugun extra time bo'ladi va birinchi bo'lib eksklyuziv tarzda sizlarga yangilik bor. Hozirda dunyodagi eng kuchli desak, eng qimmat, eng kuchli desak ham bo'ladi, oltin to'pga asosiy da'vogar, chunki eng qimmat 200 million transfer marketda turibdi hozirgi kunda. Va biz bu insonni Barselona vingeri Lamin Yamal haqida gap ketmoqda. Bu bolakay butun dunyoni larzaga keltirmoqda. Biz 1000 ta jetonimiz bor va Lamin Yamal transferini e'lon qilamiz, do'stlar. Plyus 9,5 mingta ekan, 2 kun ichida tugaydi, yig'olmaymiz va 108 ni olishga qaror qildik, do'stlar. Kutib olamiz. Xush kelibsan, Lamin Yamal. Bizning tarkibimizga xush kelibsan. Albatta joy olasan asosiy tarkibda. So'zsiz. Bu so'zsiz. Extra time ham ochamiz bugun, do'stlar. Here we go. Hoppa. Ispaniya. River, Barcelona, Lamin Yamal, do'stlar. Bugun bayram, do'stlar. Bundan foydalanib qolish kerak. Kim olmagan bo'lsa jetonning yotgan bo'lsa imkoni boricha maksimal yig'ib o'yinchi olib qolish kerak, chunki TOTS tugaydi yaqin kunlarda. Xo'p, Yamal qani? Bizning tarkibimizdan joy oladi, albatta kuchaytiramiz uni. Xo'p. Qani. 108. Xo'p, kuchaytiramiz. $109. $110. Bu bola yondiradi, do'stlar. 110 mi? Hoppala. 111. Xo'sh, 3tada o'xshaydi degan umiddamiz. Yamal uchun arziydi. Qani o'xsha, iltimos. Yaxshi. Xo'p, endi oxirgisi qoldimi? Bizning ajoyib uslubimiz bor. Bitta qilib ko'ramiz. Qani. Yo'q. Yana bitta. Qani. Yo'q. Hozircha bo'ladi, keyinchalik sinab ko'ramiz. Maksimal kuchaytirishga harakat qilamiz. Xo'p, detallarga kiramiz. Kirsak, skill pointini to'g'rilaymiz. Maksimal tezlikka beramiz va bu yoqda yana bitta
tezlik qo'shiladi va shunda biz bu qanotda ham o'ynar ekan bu bola. Bu bola xohlagan joyda o'ynaydi. Tezlik 170 ga chiqadimi? Xo'p, Sakadan biz transfer qilamiz. Xo'p. Sakani hozir nimadir qilib qo'yamiz. Tak, 1000 ta kerak. Bizga 100 ta yetmayapti. Qani hali ekstra timedan 109 ushlashimiz kerak. Ronaldo, Cristiano'ni ushlaymizmi yoki Messi ko'ramiz. Xo'p, bizga 200 tami, 100 ta kerak xullas do'stlar, Lamine Yamal transfer amalga oshdi. Xuddi O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqani singari. Bu juda mashaqqatlar bilan yig'ildi 1000 ta jeton do'stlar. O'zingizlar bilasizlar qanday qiyinligini. Kim qancha jetonga, kim qanaqa o'yinchi oldi, nima o'yinchi oldi. Kommentda yozib ketinglar do'stlar. Qani 1000 taga oshiramiz. Bu 25 ta bo'ladi. Shunda tezligi 170 bo'ldi. 170 do'stlar, bu hazil emas. Endi bitta ish qilamiz. Extra time ga. Xo'p, extra time bugun ocha olamizmi? Xo'p, qani. To'xtaylik, extra time ocha olamizmi hali? Tararam tam. Extra time'dan qanaqa o'yinchilar ishlayapsizlar o'zi? Yaxshimi, yomon? Tushmayaptimi, musirmi? Yetmas ekan bunga 2 kun bor ekan hali. Mayli 2,5 taga ochib turamiz hozircha. Xullas, open paklarda o'yinchi tushmadi, maksimal 100 nechadir tushdi. Как раз mana bu kerak bizga. 15 ta bo'lsa, bizada nechta bor edi? Qani u? 85 ta bo'lsa 90 ta bo'lar ekan. Yana 15 ta kerakmi ekan? Yana bitta ochamiz, balki tushib qolar, balki. Jeton ber, nomard, jeton ber. 15 ta ber, 15 ta. Qolmadi. Tak. Yo'q. Xato. Xo'p, qani bitta o'yinchi. Mana bu bola. Sakani zaxirasiz o'ynaydi Lamine Yamal. 90 daqiqa o'ynaydi. 2,5 taga ochib biz ushlaymiz. 100 ta bo'lish kerak, yana nechta yetmayapti bizga? 85, 90 bizga 10 ta yetmayapti. 10 ta. Nomard 10 ta ber. Nimaga bunga kiryapmiz? 10 ta ber, nomard 10 ta ber. Qani, extra time. Tiqishtirma 198, 101 o'yinchilar. 15 ta ber bo'ldi, yetadi bizga. Qaytib kirmaymiz. Qani. Davay. Hoppa. Davay. Jeton. Qani jeton vayman. Qani jeton, qani. Biz kuydirdi bu bola, 97 kim bu? Power. Kim? Yani buni qayerdan olsak bo'ladi? Yana olib bo'lmaydi-da boshqa. Olib bo'lmaydi.
Xullas Lamin Yamalni oldikmi bo'ldida. Open Pack keyingi videoda bo'ladi do'stlar endi. Nima deysizlar? Shu like bosib qo'yaveringlar endi. Mayli, Lamin Yamal oldi-ku. Mana bu narsalar chiqibdi xullas. Ya'ni ligadan yig'ilmadimi? Ligadan hop yetmas ekan bunga. Yana nima qilmoq? Hop, nechta bor bizda? 3000 ta. 6000 tami? Hop. Chempion Pack men bundan qani ochib ko'rdim men 3700 nechtagadir bermayapti yaxshi. Bundan ushlab ko'rdinglarmi? Bizga PSV va Sporting klublarini qo'shibdi. Kim bor u klublarda? Sportingda Gyökers bo'lishi mumkin. Do'stlar xullas shunaqa gaplar bizada. Oltin bolani ushladik. Oltin bolani ushlamadik. Buni yig'ib oldik, transfer qildik. Buni qaranglar, buni turishiga qaranglar buni. Qani finti qanaqa ekan buni? Hop, finti rulet. Hoppala deb bitta ko'tarib oladi. Fitness shot, aniq zarba. Oyog'in tashqi tomonida IQsi juda kuchli bilasizlar. Xullas, do'stlar, FIFAda shunaqa gaplar hozircha. Barchani tabriklayman yana bir bor. Kanalga albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like jigarlar. Paddeshga. Kommentda yozamiz. Nima yangiliklar sizlarda, kimni ushlayapsizlar, o'yinchi bermayaptimi? Hammaga rahmat. Keyingi videoda Open Pack'da ko'rishguncha.